Bugungi videoda Minecraft'ning top 3 klon versiyalarini o'ynab o'tmayman, chunki bu video Qunduz amakining ertaklari haqida. Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Albatta bu hazil emas edi, chunki bu haqiqatan ham Qunduz amakining qissalari haqida. Qunduz amaki bu yoqda ekanlar. Birinchi versiya. Mana Minecraftga ham kirib oldik. Endi survivalga o'tkazib bitta mer yaratamiz. Mana kirib oldim. Grafikasi juda yomon. Yorqinlik umuman yo'q. Ammo ko'pchilik Minecraftni endi boshlagan youtuberlar yoki Minecraft o'ynayuvchilar aynan shu versiyani o'ynaganiga aminman. Shu jumladan men ham eng birinchi Minecraftga kelganda shu versiyani o'ynaganman. Bu yaxshi bo'ladi bu Minecraft ham. Albatta sizlarga bu Minecraft o'ynashni tavsiya beraman va 10 balli sistemadan bunga 7,5. Ikkinchi versiya. Bu Minecraftda o'zi bitta mer bo'ladi ekan. Mana kirib ham oldim. Grafikalar juda yorqin. Ko'proq bir yosh bolalarning o'ynaga o'xshab qolgan. Lekin normalni. Bitta yomon tarafi bu Minecraftda bloklarni pulga sotib olar ekan. Yana hamma inshootlarni, ya'ni uylarni qurish juda ham oson. Buni sal murakkabroq qilish kerak edi. Grafikalari zo'r, yorqin, odamni o'ziga tortadigan va men bu Minecraftga 8 ball qo'ydim. Versiya. Bu versiya o'sha mashhur Craftsman versiyasi. Bu versiya real Minecraft bilan birga bir ishlangan. Shuning uchun bu versiyani uncha afzal qilib o'tirmayman va bu versiyaga men ball sistemini 8,5 ball qo'ydim. 4-versiya. Mana biz yangi mer ham yaratib olyapmiz. Grafikalar chiroyliga o'xshab ko'rinyapti. Mana загрузка loading. Hozir kirib bu Minecraftning klon versiyasiga baho beramiz. Mana merga kirib ham oldik. O'g'il bolani tanlaymiz. Grafikalar cho'tki. Asosan menga yoqdi. Endi sal crafting qilishimiz kerak u. Assaxlar, himoya qiladigan assaxlarga o'xshayapti. Crafting qilish uchun bizga yog'och kerak. Tushib ketdim. Olishlari ham normal effektlari bormi-ekan buning? Lekin grafikasiga gap yo'q, juda ham yorqin, odamni o'ziga tortadigan grafika qilishibdi. Daraxt ham olib oldik. Endi crafting qilish uchun narsalarimiz yetarli. Tepada olma. Olma bor ekan daraxtda. Buni ham olamiz. Endi crafting qilish kerak. Craftinglari ham bir g'alatimi? Buni bu yerga qo'yamiz. Buni qanday oladi endi? Buni bu yerga men oldim. Tushib ketdimi? Qo'limda. 36 ta yog'ochni crafting qilib oldim. Yomon tushunmadim-da bu Minecraftga. Oldimmi? Oldim. 48 tami yog'och bo'ldi. Endi u yoqda bir ko'zdan kechiramiz. Lekin grafikani yorib yorishibdi ekan. Lekin yurishlarim qandaydir g'alatiroq. Asosan bu Minecraft menga yoqdi va 8,5 ball qo'ydim. 5-versiya. Bu versiyada ham biz mana mer yaratyapmiz. Ammo bu versiya biz ko'rgan ikkinchi versiyadagi birinchimida Craftsman degan o'yinga o'xshab ketar ekan. Birga bir qilib olishibdi bu o'yinda. Shuning uchun buning ballini sal tushirmasam bo'lmaydi. Ikkalasi dash bir xilda. Mana yog'ochlarni oldik, endi crafting qilamiz. Sal survival qilib qo'yaylik. 3 ta bittasi qolib ketdi. Mana yog'ochlar oldik, versiyaga yasaymiz. Yog'och. Mana birinchi navbatda bolta va keyin kirka yasaymiz. Versakni olamiz va suramiz. Mana bu Minecraft unchalik yoqmadi. Boyagi bilan bir xil. Third person. O skinni qaraydir. Skinga necha baho endi bolalar. Bu Minecraft chopilganligi uchun unga 6 ball qo'ydim.